Assalomu alaykum do'konimiz obunachilari, bizga asal ayrichilar uchun asbob uskunalar keldi. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Varshina Namanganniki, sifati zo'r. Xitoy varshina, buni ham sifati zo'r. Setka, rom detal uchun sim, plastmassa karmushka, elektr g'izzak, asallar uchun vitamin, asallar uchun kanasiga qarshi dori. Yangi asalarichilik o'rganaman deganlar uchun kitob, lichinkani ko'rish uchun lupa, asal so'lish uchun belcha, uch xil ko'rinishda g'izzak, Xitoyniki, bu ikkitasi o'zimizniki. Uch xil ko'rinishda stemeska, sifati zo'r, zanglamaydi, nijivakira qilingan. Kurak, arra pichoq, elektr pichoq, pergavitr, motkaga belgi qo'yish uchun marker, mesichka. Asallar uchun eng kerakli narsa bu dumor. Verxniy karmushka, kurchok, cho'tka, shada simlarni tortib tayyor qilib qo'yilgan. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamga telefon qilaverasizlar. Bu videoni asalarichi tanishlarga jo'natib qo'yamiz.